iste'dodchi o'zini yaxshi kayfiyatini ko'tarish uchun o'zini-o'zi sifat aytib maqtaydi. Har bir rangga bittadan aytasiz. Shunda 8 xil rangimiz bor ekan. Birinchi Durdona ustozimizdan boshlaymiz. Marhamat. Mehribon ona, xushmuomala, xushchaqchaq, ochiq ko'ngil, samimiy, aqlli o'qituvchi, chiroyli ayol, bilimdon. Marhamat, rahmat. Endi keyingi ustozimizga Mehribon, aqlli, xushchaqchaq, og'ir vazmin, hamdo'st, yosh, go'zal, mehrli. Rahmat ustozimiz. Keyingi ustozimizga bilimdon, dono, zukbor, nafosatli, go'zal, xushchaqchaq, qattiqqo'l. rahmat ustozimiz. Qo'shni ustozimizga Mehribon ona, sevimli rafiqa, latofatli ayol, jonkuyar ustoz, ko'ngilchan ayol, inson, mehnatkash ayol, izlanuvchan ustoz, bilimdon jonkuyar muallim. yaxshi rahmat ustoz. Keyingi ustozimizga Mehribon farzand, xushchaqchaq, rahmdil, juda tez xafa bo'luvchi, yumshoq ko'ngilda. xursand nimasi? Quvnoq, rahmdil, farzanda ayol, izlanuvchan ayol. Rahmat. Jiddiy, uzun bo'yli, qora sochli, xunuk, arriq, bilimdon zukko.